Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, men Mahbub Afzal Health Care firmasi rahbari bo'lib ishlayman. Bugun biz bilan mana Nilofar opa anchadan beri Hindistonga kelib lecheniya olib turibdilar va mana xo'jayinlar yordam berib turibdilar. Hozir endi o'zi vatanga qaytish arafada. Lecheniya qanaqa, nima ta'sir qilgan, qaysi holatda kelgandilar. Hozir opadan taassurotni bilamiz. Opaning kasallik onkologiki ham rivojlanib ketganda, metastaz berganda, hozir solishtirib ko'rgandan keyin bularga qilgan lecheniya, ya'ni immunoterapiya shu darajada yaxshi ta'sir qildiki, ancha o'zi yo'q bo'lib ketdi va judayam yaxshi holatda turibdilar. Sostena ham yaxshilandi. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Endi opaning holatini qanday, nima oldinning va hozir va umumiy sostena oldin qanday edi, hozir qanday, batafsil opadan bilamiz. Opa, o'zingizni tanishtirib, qanaqa nima lecheniya oldingiz, qanaqa o'zgarishlar bor, yaxshi tomongami yoki yomon tomongami, hammasini bor narsani ochiqchasini aytasiz. Marhamat. Men Nilufar Ortiqova, Toshkent viloyat Parkent tumanidan keldim. O'zimizda 1 yil davolanib, onkologiyada yaxshi anaqa bo'lmadi. Xullas, bitta og'riq bilan kelganimda aravada edim. Aravada olib keldi. Og'ir ahvolda edim. Bunaqasi. Xudoga shukr, hozir yaxshiman, alhamdulillah. Yaxshi. Araba kerak bo'lmayaptimi? O'zim uchun 100% ga yaxshiman. O'zim uchun yo'q, Xudoga shukr. Bemalol yuryapsiz. O'zim oyog'imda yurib, ishtahalarim yaxshi emas edi, hozir yaxshiman. Zo'r. Xudoga shukr. Doktorlariga gap yo'q, zo'r. Hammasi yaxshi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kollektivlar, Afzal aka, hammasi Rajab, butun kollektivlarga gap yo'q. Gap yo'q, ish hammasi sizga. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Aka, siz qanaqa taassurotdasiz? Opani ko'rdingiz, qanaqa nima oldinning holat va hozirgi va shu yerdagi shuncha qolib ketdingiz, shuncha necha oy qolib ketdingiz. Shuncha qolib ketganga yarashib nimadir natija bo'ldimi? Ha, yaxshi bo'ldi. Yarim oydan beri. Xudo kurashdi bitta, yomon emas, hammasi yaxshi. Doktorlar meditsina ancha biz o'ylagandan yaxshi ekan bari. Ancha yaxshi, xursand bo'ldim. Hammasiga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Opa, hech qachon kasal bo'lmang, o'zingizni ehtiyot qiling. Xudo xolasa, har doim shunday qilib turing, xudo xolasa. Sog' bo'ling. Endi doktorlar aytgan narsani qilib turasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Sizga ham rahmat. Arzimaydi. Sog' bo'ling, yaxshi bo'ling, oq yo'l. Orqali keldik mana, Nigora orqali. Siz bormasiz, o'sha yerga O'zbekistonda qayerdan bilamiz? To'g'ri. Biz borganimiz yaxshi bo'ldi. Ha, yaxshi. Alhamdulillah, yaxshi. Qancha odam, mana biz ham qanchaga tavsiya qilamiz. To'g'ri. Sizni ham telefonlarda qancha odamga aytyapti tavsiya qilib. To'g'ri. Shunaqa odam kelinglar. Siz orqali Mahbub degan shu boraga qildik. Yaxshi bo'lishi kerak. Rahmat sizga. Kelishda hech afsuslanmadingizmi, mabodo? Yo'q, aslan. Qancha odamga tavsiya qiladi. Xursandmiz. Siz xursand bo'lganingizdan xursandmiz. Har doim Mana o'zimizda 7 oy qiynalib, yig'lab yotirdim. Xudoga shukr, kelganimda bir haftada oyoqqa turib yurib ketdim. zo'r. Gap yo'q. Bitta lichinamdan yurdi. Bitta lichinada yurib ketdim. Gap yo'q. Xudoga shukr. Sog' bo'ling, xursandman, juda ham xursandman. Siz uchun xursandman. Sog' bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Bizni ishonch bildirgan uchun va biz ishonchni oqlayotgan va ko'rib hozir juda ham men xursandman, juda ham. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga ham katta rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.